Ona ari suti asosan bahor faslida asalarilar tomonidan arilar kuchayganda bo'linish ko'payish maqsadida qo'yiladi. Ona arini yangilash maqsadida tuxum qo'yadi asalarilar. So'ngra odamlar tomonidan yig'ishtirib olinadi. G'umbakchalarga qo'yiladi. Mana asosan mana g'umbakchalarda bo'ladi. Mana shu nimaga qo'yadi. Bularda ham bor, mana bularda ham bor. Mana bu ona ari suti. Ona ariga tuxum qo'yiladi. Arilar kuchayib bo'linaturgan paytda mana shu ona ari suti deb aytiladi. Mana bu ona ari suti bo'ladi. Mana bu ona ari bo'ladi. Arilarga qaraganda yirikroq bo'ladi. Arilar kuchayganda ona arini tuxum qo'yishga majburlashadi. Bo'linishga. Shular ona ari bo'ladi. Mana ona ariga tuxum qo'yish mana g'umbakchalarga tuxum qo'ydiradi. Shunda alohida o'zlarining moddalari bilan arilarni tuxumni oziqlantiradi. Modda quyib, shu ona ari suti, matishni moloko, asalari suti deyiladi, deb ataladi. Hamma har xil nomlaydi ona arini. Podshosi, asalarilar podshosi deydi. Asalarilar malikasi deyiladi.